Qeyrindaşlıq. Hammamiz qeyrindaş. O günü yesli qaynam taşqınlıqqa cho'mgan edi. İxtiyoriy o'yin vaqti kelgan bo'lib, balalar bakli xushal ko'rinadi. O'yin texi boshlanmasda Aybika muallimning ovozi anglandi. Balalar, qeyrindoshlardek o'ynanglar. O'yinchiqlarni bir-biringlarga berib turinglar. Buni anglagan Ali hayron bo'lib, "Muallim, biz qeyrindoshlar emas-ku?" Aslida hammanglar qeyrindosh. Hammanglarning millionlagan qeyrindishinglar bor. O'quvchilar Aybika muallimga qaradi. Hammasining kallasiga o'xshash savol kelgan edi. "Qandoqsiga buncha ko'p qeyrindishimiz bo'ladi?" "Muallim, mening million qeyrindishim yo'q-ku, birli qeyrindishim bor. Umi uyda." Balalar, bu qeyrindoshlik bir tuqqanlar o'rtasidagi qeyrindoshlik emas. Bu qeyrindoshlik diniy qeyrindoshlikdir. Biz hammamiz musulmonmiz. Suyumlik payg'ambarimiz musulmonning qeyrindoshidir degan. Aybika muallim tamg'a esilgan xaritining yeniga keldi. Andin xaritini ko'rsatib turib, "Qaranglar balalar, bu dunyo xaritasi. Dunyoda bizga o'xshash millionlagan musulmon bor. Masalan, Asiyada, Afrikada, Yevropada sizlarga o'xshash nurg'un musulmon balalar yashaydi. Bu davlatlarda yashaydigan musulmonlar bilan aramizda qeyrindoshlik rishtasi bor. Mana buni diniy qeyrindoshlik deymiz. Diniy qeyrindoshlik tang bahrlanish, hamkorlik, sevgi, muhabbat va yar yo'lak bo'lish demakdir. Deb tushuncha berdi. Balalar amdi muallimning nima demoqchi bo'lganligini tushungandek bo'ldi. Aybika muallim o'xshamagan davlatlarda yashaydigan balalarning rasmini chiqarib, balalarga uzatqach, "Qani balalar, amdi qeyrindoshlarımizga ularni xushal qiladigan sovg'atlarni avatayli." "Muallim, lekin ular bak yiroqdi-ku. Hammasi qandoq avatalaymiz?" Aybika muallim bo'lsa, "Ansirmanglar, men buning chorasini bilaman." Aybika muallim sinfdan birdamlikka chiqib ketdi. Balalar taqozolik bilan muallimni saqlashga boshladi. Uzun o'tmayla muallim qaytib kirdi. Uning qo'lida bir-biridan chiroyli rang-barang sharlar turadi. Balalar xushallikdan churqirishib ketdi. Asli bu sharlarni maktabni bezash uchun ilib qo'ygan edik. Lekin endi bularni ishlatishning vaqti keldi. Balalarni joyiga berib bo'yoq qalamlarini elishga buyurdi. Balalar hayajonda o'z o'rinlariga berishdi. Aybika muallim sharlarning yiplarini balalarning ustiga bog'ladi. Andin yanchuqidan rangli konvertlarni chiqarib balalarga berdi. Har balada birdan shar va birdan konvert bor bo'ldi. Amdi hammamiz birdan davlat tanlaymiz. Andin musulmon qeyrindoshlarimizni qanchalik yaxshi ko'rganligimizni ifodalab rasm chizamiz. Sizgan rasmimizni konvertga selib sharga bog'laymiz. Oxirida bu sharlarni ular uchun osmonga qo'yib beramiz. Sharlar uchayotganda qeyrindoshlarımizga duo qilamiz. Balalar xaritining yeniga berib har biri birdan davlatni tanladi. Sudan, Meksika, Misr, Nigeriya, Ozarbayjon, Indoneziya. Bular tanlangan davlatlardan bir qismlari edi. Balalar mehr muhabbat aks ettirilgan rasmlarni chizishdi. Yuraklar, gullar, yulduzlar, balalar. Har biri o'xshamagan ma'nolarni ifodalaydi. Ular chizgan rasmlarni konvertga silib, suyunch bilan sharning yiplariga bog'ladi. Endi navbat sharlarni uchirishga keldi. Balalar yugurgunicha bog'chaga chiqishdi. Sharning yipini qo'yib berishga hozirlanganda Ali: "Muallim, koshki sharlarimiz qeyrindoshlarning qo'llariga tegsa edi." "Kashki shundoq bo'lsa, Ali. Lekin ma'yuslanma, sharlarimiz borolmasmi? Alloh xolisa duolarimiz boradi." Hammanglar sharlarni tang qo'yib bermoqchi bo'lib, yuqori ovozda sanashga boshladi. 1, 2, 3 deb varqirg'inicha birla vaqtda yiplarni qo'yib etdi. Sharlar osmonga ko'tarildi. Osmon birdamda rang-barang sharlarga to'ldi. Aybika muallim balalarni bir yerga yig'ib, "Balalar, amdi duolarimizni o'rlisin. Qani hammamiz birlikda duo qilaylik." Balalar musulmon qeyrindoshlarning baxti uchun duo qilishdi.
Andın osmonga o'rlayotgan sharlarga qarab, suyunch bilan qo'llarini bulanglatdi.